2025 yil 23 iyun kuni soat 9 da Mening yurtim kanalida O'zbek seriali Onaning uzoq kutilgan 86 qismi efirga chiqadi va men, sodiq muxlisi sifatida, bu lahzani intiqlik bilan kutmoqdaman. Bu serial men uchun shunchaki o'yin kulgi emas, balki hayot, oila va insoniy qadriyatlar haqida o'ylantiruvchi ilhom manbai bo'ldi. Har bir qism, his-tuyg'ular, iliqlik va chuqur ma'noga to'la kichik hikoya va men ishonamanki, yangi qism bundan mustasno bo'lmaydi. Ona, yurakni larzaga keltira oladigan serial. Syujet hayotiy vaziyatlar atrofida kechadi, unda bosh qahramonlar axloqiy dilemmalar, oilaviy rishtalar va baxt uchun kurash bilan yuzlashadi. 86 qismda e'lonlardan ko'rinib turibdiki, bizni nafasni yutguncha kuzatadigan yangi burilishlar kutmoqda. 23 iyun kuni 86 qismni tomosha qilish uchun Onani hali ko'rmagan har bir kishiga chin dildan tavsiya qilaman. Bu serial o'zbek kino san'atining haqiqiy durdonasi bo'lib, oila, sevgi va o'ziga sadoqatni qadrlashga o'rgatadi. O'tkazib qoldirmang, chunki har bir qism yurakda iz qoldiradigan kichik bir shoh asar.